Assalomu alaykum aziz qishlog'imiz G'ulakandoz qishlog'i. Biz mana 7-bo'lim Yusufjon Ahmedjonov ko'chasida 30-xonadonda mana sizlarning yordamlaring bilan ishni boshlab yubordik. Mana sizlar ham kelishdi. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Mana bugun biz Yusufjon Ahmedjonov ko'chasi 30-uyda yashovchi O'ktam akani xonadonlariga keldik. Mana o'zlaring ko'rib turganlaringda undan oldin Nimajon aka video chiqargandilar. Mahalla komitilari shu yordam so'rab, shika mana devor qilib, shuni zabor qilib yopib, bekit darvoza qo'yib, ada oshxonalari bor, oshxonani ham tamom nurab qolgan, yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Shuni ta'mirlash uchun yordam so'rab chiqqandik. Mana bugun shu G'ulakandozdagi akalarimiz ustalar kelishdi, ishni boshlashdi. Mana yana kamgina yordam qilsalaring, bog'lari ham hammasi bo'ladi. Shuni yordam so'raymiz sizga o'xshagan savodpesha insonlardan.